Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi 10ximizga mana propan o'rnatib beryapmiz. Zapchastlari o'sha italyanskiy reduktor, mana farsunkalari Polshaniki bo'ladi, miyasi Polshaniki bo'ladi. Orqa qismiga akamiz 65 talik propan o'rnatyapti. Uzunchoq silindr gaz balonni. Hozir endi o'rnatib beramiz uni. Ichkariga kirib ketadi. Zapaska ballonlar ham chiqadi. Akkuratniy va kilometr ham ko'p yuradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3.600.000 so'm, 65 talik. O'sha original Polsha, Italiya zapchaslari bilan. Bu yerda mana Cobalt'imizga metan 90 talik qo'yib beryapmiz. X reduktorlari, miyasi Polsha, o'sha farsunkalari Italiya. Akkuratniy qilib, idealniy zapchaslar bilan qo'yib beryapmiz. Zavodskiy chana hamda shumkachalar bilan. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Buni narxi 4.400.000 so'mga qo'yapti. Bugungi kunda mana telefon qilsalaring har kun narx-navo sal o'zgarib turadi. Kelishtirib, chiroyli qilib qo'yib beramiz.